Sünçüenni, üç padişahlıktaki adam işletişki en mayır pasman desem işlemsiz. Yürek berip saklanatken dekin filmnin devamını görün. Üç padişahlığını görgen hemme dostlar bilmez. Sünçüen, Şarkoğu'nun pasıbanı. O gerçi ordudan çıkıp bakmağın bolsun. Cenglerge öz bevasıta katlaşmağın bolsun mu? Ama o uyuşturgan, karşı çıkan veya aktiflik bilen çıkan cenglerde asasen kalbi kırdı. Nimişka? Çünkü o adam işletişki naayet mayır. Zhou demey turaydı. Lu Su, Lu Xun, Zhang Zhao, Zhu Guozhi qatarlıqlarını naayet joyida ishqa salalaydı. Bularning ichidagi eng danglıqı bo'lsa Lu Xun. Lu Xunni u Sharqo'ninki dadodosi qilib tayinlagan vaqtda barliq vazirlar bilan qarshi chiqdi. Hatto uning dushmanlari bo'lgan Liu Bei va Cao Bilami uni mazoq qildi. Oshundoq yosh, ish uqmaydigan odamni eng chong vazifaga qo'ydi. Ammo o'ylamagan yerdan Lu Xunninki iqtidori boshqalardan alayid ish tushganligi uchun eng oxirida Liu Beininki cho'ng qo'shinni mag'lub qilib nusrat qozondi. Demak, Sünçüen odatda naiti ish bilmaydigandek, bir ishlarni yaxshi qilolmaydigandek ko'ringan bilan muhim vaqtlarda naiti iqtidorli odamlarni joyiga qo'yishni bildi. Shu sababdan u janglarda nusrat qozondi. Demak, bir odamninki odam tunish iqtidori, ya'ni odam ishlatish iqtidori naiti muhim ish bo'ldi. Agar siz bir korxonchi bo'lsangiz, odam boshqaradigan odam bo'lsangiz, odam tunishni, odam ishlatishni cho'qim o'rganib qo'yishingiz kerak. Agar bu gaplarni qo'shilsangiz, astag'in inkos saytiga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondorchilikqa, korxonchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.